Bas. 306 حديث عن سعيد بن مسيب عن أبيه عن جده سعيد بن مسيب حبارته ol o'zining atisi o'zining bobosidan anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qala lahu bir vaqt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam onun babasına ayta masmuk sening isming nendey qala hazn onun ismi hazn bo'ladi haznning ma'nosi qayg'u og'irlik og'ir ya'ni og'ir qala anta sahil payg'ambar ayta yo'q dey sening isming sahil dey jingil bo'ldi jingil sahilning ma'nosi jingil ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam onun ismini almashtirgan tilaydi qala la as-saqlu yu'ta'u va yumtahanu shunda bu kishi ayta yo'q dey ya'ni qarshi kelar jingil bo'ldi jingil kishining ustidan yurilar jingil kishini üstüne basılar ham jingil kishini songa so'qmaylar dey qala Sa'id ham shunda Sa'id ayta fazanantu annahu sayusibuna ba'dahu khuzuna ham men buni eshitgachdi shu vaqtdan so'ng bizga dey bizning naslibizga og'irliklar kelir deb qo'rqdim dey og'irliklar kelir deb qo'rqdim dey ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam gul agar noshor ma'nasiz isimlarni ko'raylik eshitsa ularning ismlarini almashtira turgan bo'lgan ham bu kishining ismini almashtira tilagach uning ismi og'irlik qayg'u bo'ladi bu kishi qarshi keladi ham bu hadisning ikkinchi bir rivoyatida xabar etila Musayib ayta shundan so'ng bizda og'irliklarning bo'luvi bitmadi deydi şu voqeadan so'ng bizning naslibizda og'irliklarning bo'luvi bitmadi deydi bu kishi o'zining ismini almashtirmay ya'ni shulay og'ir ittirib qoldiradi shunga ko'ra bolalarga ism qo'shganda ismning ma'nosini qarashga kerak ismning ma'nosi yaxshi bo'ladi deyish qizg'anishga qarshi ko'p kishi ism qo'shganda o'ylamay alla qo'ylarda nindi древний filosofik saytlarda nindir isimlar izlar motor isimlar izlar ism motor da bo'lirga tegish ham shulay uning ma'nosi yaxshi bo'lirga tegish Allohning eng yaratgan ismlari nindi Allohning eng yaratgan ismlari Abdullah ham Abdurrahman Abdullah ham Abdurrahman shulay olimlar ayta payg'ambarimiz qo'shgan ismlar shulay yaxshi ismlardan bo'lib turalar payg'ambarimiz qo'shgan ismlar shulay yaxshi ismlardan bo'lib turalar shunga ko'ra ism qo'shganda agarda o'zimizga ism izlaymiz ekan nindir internetdan saytlardan izlashga kerak emas qayerdan izlashga kerak payg'ambarimizning hadislaridan sahobalarning ismlari payg'ambarimizning tug'anlarining ismlari payg'ambarimizning xotinlarining ismlari ham payg'ambarimiz qo'shgan ismlar ham aytganimcha Allohning eng yaratgan ismlari ul da bo'lsa Abdullah ham Abdurrahman Abdullah ham Abdurrahman davom etamiz